Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Aziz kuzatuvchilarim, mehribon uka-singillarim, opa-ukalarim, akalarim. Qandaysizlar? Xayrli tong. Allohning yaratgan kuni, oylarning sultoni juma kuningiz muborak bo'lsin. Hammamizga xayrli, barakatli qilsin Alloh. Ibodatlarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Bolalarimizni yomonlig'ini dog'ini ko'rsatmasin. Allohning o'zi barchamizga ofiyat qilsin. Ey marhamatli, muruvvatli zot, bizlardan marhamatingni, muruvvatingni darig' tutma. Inshaalloh Baytullohga borishlikni nasib ayla ko'pning qatorida. Makkatullohga ziyorat qilishlikni, o'pib tavob qilishlikni nasib ayla. Butun jumlai mo'minga ber, shularning qatorida bizlarga ham g'oyibingdan yetkiz. Tani jonimiz sog', umrimizni uzoq qil. Allohim barchamizga sabr qanoat ber, ofiyat ber. Xayr, omon bo'ling.